Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga OBS Studio yuklash va uni jonli efir uchun oddiyroq va tezda bo'ladigan nastroykasini o'rgatib o'taman. Xo'p, buning uchun Google kira olishimiz kerak bo'ladi. Google ga OBS deb yozamiz. OBS. Mana pastda OBS Studio download deb chiqdi. O'shani bitta bossak, keyin birinchida chiqqanini yana bitta bosamiz. Keyin download install o'rnatishni bosamiz. Mana bu burchakda bizga o'rnatadi. Menda borligi uchun o'rnatib olmayman, bu menga kerak emas. Keyin OBS ichiga kirib olamiz. Qo'yib zaxvat ekran, o'zingizlar ekraningizlarni ko'rsatib turadi. Menda mikrofon borligi uchun ikkinchidagi mikrofon ulab qo'yibman. Uchinchi o'yinni zapis qilsanglar, Robloxda yoki Minecraft o'yin zapis qilsanglar, faqat o'shaning ovozi ichidagi ovoz yozib oladi, tashqi ovoz yozmaydi. Bu yerdan bironta rasm qo'shsanglar bo'ladi jonli efirda. Keyin bu yerdan yoki musiqa yoki o'zingizlarga kerak video qo'shsanglar bo'ladi. Bu yerdan tekst yozsalaring bo'ladi. Mana bu yerda kameralarni ulab qo'ysanglar bo'ladi. Agar kerak bo'lsa. Xo'p, agar sizlarda mana shunaqa buzilib qolsa, mana bu vidni bosasizlar 3-dan. Vidni bosib, Sibros interface'ni bossanglar, mana shunaqa ekran bo'lib qoladi. Xo'p, bu yerlar hammasi o'zi turadi. Zapis qilsanglar, mana bu zapis ikkinchidagini bosib qolasizlar. Birinchida translyatsiya, bu jonli efir yoqiladi. Xo'p, nastroykasiga kiramiz. Nastroykasida menda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmagan. Birinchidagi hammasi o'z joyida. Ikkinchisi ham o'z joyida turadi. Xo'p, mana bu yerda translyatsiyaga o'tamiz. Translyatsiyaga o'tganimizdan keyin mana bu yerda sizlarda boshqa narsa turishi mumkin. Bu yerda mana shu YouTube RTM PC deganni tanlab qo'yamiz. YouTube'da jonli efir qilishimiz uchun. Xo'p, keyin bu yerda akkaunt ulasanglar bo'ladi yoki oddiyroq variant. Bu yerda YouTube ichiga kirgandan keyin plusni bosib jonli efir kirsak, o'sha yerda kod bo'ladi. O'sha kodni mana shu yerga qo'yib, okni bosadigan bo'lsak, jonli efirga o'sha kanallar ulanadi. Oson tarzda. Xo'p, bu kodga o'tsak, bu kodda sizlarda mana bu boshqa narsa turgan bo'lishi mumkin. Razrasheniyaga o'tkazib qo'yasizlar. Keyin bu yerda sizlarda boshqa raqam turishi mumkin. 6000 ga qo'yasizlar, pastda 0 turadi. 0 ni 2 raqamini yozib qo'yasizlar va okni bosasizlar. Jonli efir topga tashib berish uchun yaxshiroq. Audioda hech qayerda o'zgarmaydi. Video. Videoda kelgan bo'lsak, mana bu yerda 1920 1080 turibdi. Bu 16:9 format bo'ladi. Ikkalasi bir xil yoziladi. Xo'p, buni shorts formatda jonli efir qilaman deganlar uchun 1920 o'rniga 1080 yozamiz. Mana bu ikkita 1920 o'rniga ikkita 1080 yozamizda 1920 bu tarafga yozamiz. Ana 916 formatda bo'ladi. Keyin mana buni 60 qo'yib qo'yasizlar, okey deb bosasizlar. Bu yerda oxirgi bo'limlarda hech qanaqa o'zgarishlar bo'lmaydi. Ko'rishlaring mumkin. O'shani qilganimizdan keyin menda hozir o'zgartirib bo'lmasligi uchun ko'rsata olmayman. Hammasini to'g'rilab bo'lganimizdan keyin okey deb bitta bosamizda jonli efirimizni qilamiz. Sizlarga rahmat. Kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar.